Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin bugünkü devamında Hazretleri hem de xutbenden burun uxlash makruh degan mazmun haqida to'xtalyapti. Bu 568 numaralı hadis. Bu hadisde İmam Bukhari Hazretleri bizge Muhammed ibn Salam hadis sözlep bergen idi dedi. Bu zat dedi bizge Abdülvahhab Saqafi haber bergen dedi. Bu zat dedi bizge Halidul Hazza Ebil Minhal'din. Ebil Minhal Abi Berzetel Eslemi raziyallahu anhu'dan hadis sözlep bergen bulup Peygamber aleyhissalatu vesselam xutbandin burun uxlashni, xutbandan keyin parang qilishni, gap setishni yomon ko'radi, yoqtirmaydi deb shundoq degan. Hamda xutbandan burun uxlash ko'pincha bir odam musulmon odamga nisbatan uyqusi rohat bo'lmaydi. Chunki uning ko'nglida bir xutban namozni o'qimadim, hali o'qiyman degan bir andisha bilan uxlagan ekan, kecha buning uyqusi rohat, uyqusizlik, tashvish, masalanchu bir xil ichlanmaslik bo'ladi. Agar navoda billah xutbanni o'qiyolmay degan tong otib qolsa bir xil xomush, ro'ynaydi bir yumuq holatda qo'padigan gap. Shuningdek bu toz yaxshi ahvol emas. Endi xutbandan keyin paranglashishga masalasiga kelsak, xutbandan keyin paranglashib o'tgandan keyin ko'pincha tong kechida uxlagan odam degansa yaxshi qo'polmaydigan, qo'pqa holatda bir xil ruhsiz holatda qo'padi. Shuningdek bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki mayli adab axloq nuqtasidagi sunnatlar bo'lsin, qoida yo'sin, ibodat haqidagi sunnatlar bo'lsin, hammasi bizningki ma'naviy va jismoniy jihatdan o'zimizga foydali bo'ladigan bir sunnatlar. Bugungi kundagi eng ig'ir vabosi birinchidan shu internet, tor, undan keyin shu dunyoniki zahmat qisqistonchiligi tufaylidan kishilarniki aromi keyin chekinib ketyapti. Kechalab ishlaydiganlar bor masalanchu, kunduz uxlaydiganlar bor. Bu kishilarniki tan salomatligi, ularning ruhiy dunyosiga o'xshamagan kelishmasliklarni, baloyi ofatlarni elib kelyapti. Nurg'un kasallarmi shunday kelib chiqyapti. Tibobatmi bugungi kunda sog'lomlik nuqtai nazaridan vaqtida kishining dastlabda uxlagan uyquninki bedelini, o'rnini hech qanday uyqu bosolmaydiganligini ta'kidlab kelyapti. Demak bu ham ibodat nuqtasidan ham jismoniy sog'lomlik nuqtai nazaridan vaqtida bir to'g'ri bir tanlash va to'g'ri bir yo'l odam uchun. Ammo lekin hamda zarur ahvolda masalan oila bilan oilaviy o'ltirishlar bo'ldi, ziyofatlar bo'ldi yoki o'zing mehmonlarda o'ltirishga ahvollar bo'lib qoldi. Bu vaqtida bu istisnoi ahvol vaqt paranglashib, suhbatlashib, oila bilan bo'lgan unsu ulfat kuchaydigan gap, bolalar bilan bo'lgan mehr-muhabbat kuchaydigan gap normal holatda bo'lsa bo'ladi. Ammo mehmonga nisbatan albatta vaqtida mehmon deganning bu ma'lum o'ziga loyiq bir hurmati, uning bir sharofat bo'ladi, haq bo'ladi. Uning bilan ancha-muncha paranglashib, uning bilan gaplariga quloq solib o'tirishning o'zimi bu ikromu zayb, mehmonni hurmatlaganlik nuqtasidan bo'ladi. Demak, bunday avvallar bu hadisda mustasno bo'ladi. Va undan boshqa ham ilmiy masalalarda munozara yoki muhokama qilish bumi yo'lliq. Chunki Abu Hurayra roziyallohu anhu o'ziniki kishlarda ilm muhokama qiladigan, payg'ambarimizning hadislarini yodlaydigan shunday bir taraflari bor. Chunki bu musulmonlarning umum manfaatiga bog'liq ishlar. Umum manfaatiga bog'liq ishlar xos ishlar qilgan vaqtida oldin qatorda buniki afzallik bo'ladi. Shunglashqa ulamo kiromlar bu xutbandan burun uxlash, xutbandan keyin gap setib o'tirish bu shar'iy nuqtadan ilbatgan vaqtida makruh. Lekin ehtiyoj yoki ma'lum bir manfaat tusini oladigan ahvollar bo'lib qolsa, bu bundan mustasno deb qaragan.